Baliqmi, baluvmi? Yetdi, farqi yo'q. Aka, dachaga chiqsa chiqimiz. Beshakyanni magazinidan bo'lgan lasoslardan bir yemaymiz-mi? Qilib bermaysizmi? Oh. Asalligini qarang, buni ketdi. Og'ir ekan. Struchniy sos, orexoviy sos, оливковый massalar. Yondiradi, kuydiradi bo'lar ekanda. Boshqachasi bo'lar ekanda. Balonni qarang, bitta ham ochadi. Tozalab oldik mana, xudo xolisa. Tangalarni endi file qilamiz mana. Stek pishiramiz. Da, stek. Stekmi? Stek. Tirs. Bugun okadan bir yorvoraysin. Mana garnirlarni bitta baho berib qo'yinglar mana. Voy, ketadi-yu. Bitta ichini ko'rsatib qo'ying chiqar. Savol bor-da. Shu Beshakyan magazini necha yil bo'ldi ochilganiga? Obunachilar uchun qiziqda. Necha yildan beri O'zbekistonda ish faoliyatini boshlagan? Boshqa davlatlarda ham bormi? Shu haqida ma'lumot bera olasizmi? Beshakyanni o'zi ochilganiga ancha yil bo'ldi, ko'p yil bo'ldi, aka. O'zi ofitsialniy Beshakyanni nom qo'yganimizga xudo xolisa 8-yil ketyapti. Polni file qilib oldik, tozalab oldik. Ko'rayotganinglarda